Mana bu ko'rib turganinglar dunyodagi eng sifatli va qimmat beton UHPC hisoblanadi. Amerikada ishlab chiqariladi. Cho'zilish va siqilishga nisbatan mustahkamligi 150-400 megapaskalni tashkil qiladi. Ya'ni bu degani 1 sm yuzaga 1,5 tonnadan 4 tonnagacha yukni bemalol qabul qila oladi. Asosan ko'priklar, dambalar qurilishida, harbiy sanoatda bo'lsa, bombadan himoyalovchi bunkerlar, omborlar qurilishida va og'ir sanoat zonalarida qo'llanadi. Mana shu ko'rinishdagi metall shisha tolalaridan foydalanilganligi uchun yemirilishga va korroziyaga qarshi juda ham mustahkam. G'ovaklari boyog'i 1,5% ni tashkil qiladi. Jahon bozorida bu betonning bir kubasining narxi $800 dan $1,500 Ko'p qavatli bino, savdo markazlari yoki o'zingiz uchun qurilishni rejalashtiryapsiz. Sizga ham albatta sifati marka nazoratidan o'tgan, talablarga javob beradigan beton hamda beton mahsulotlari kerak bo'ladi. Buning uchun siz albatta mana bu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Tanlovda adashmang. Stonemas'ni tanlang. Stonemas yuqori sifat.